Qachongacha magazindan farzandingizga ximikat va rangga to'la muzqaymoq olib beraverasiz? Keling, uni uy sharoitida mazali va zararsiz qilib o'zimiz tayyorlaymiz. Buning uchun ko'pam mahsulot va vaqtdan talab qilmaydi. Yoshlikdagi tabiiy ta'm Pyurimilk'i 45% qaymoqlaridan solamiz. Yetarlicha quyultirilgan sut, ya'ni sgushonka solib, hamma masallig'imizni mikserda quyilguncha aralashtirib olamiz. Vanilin va blenderda maydalab olingan olchalarimizdan ham qo'shamiz. Biroz mikserlab olib, so'ngra butun danaklari olingan olchalarni ham qo'shib yuboramiz. Hozir olcha mavsumi bo'lgani uchun men olchali qildim. Istasangiz siz banan, malina va shokoladlardan ham tayyorlashingiz mumkin. Endi istagan idishimizga pechenniklarni solib, ustidan tayyor muzqaymog'imizni quyamiz va ustidan yana pechenniklarni solib, kamida 5-6 daqiqa muzxonaga yuborsangiz, sifatli muzqaymog'imiz tayyor bo'ladi. Sifat haqida gap ketganda Baby Stil tarkiblari doim yodimga tushadi. Farzandlarimiz uchun juda ham sifatli bo'lgan, dermatologlar tomonidan tavsiya qilingan. Hozirda ko'plab onajonlar tanlovi bo'lgan Baby Stilda sifatli tagliklar yo'q menimcha. Bu degunimcha muzqaymog'imiz ham tayyor bo'lib qoldi. Ushbu videoni farzandini xursand qilmoqchi bo'lgan dugonangizga jo'natib qo'ying.